Assalomu alaykum do'stlar. Mana yoshligimdan ko'p vaqt o'tirgan mana ijodiy xonam bu. Yoshligimdagi ko'p vaqtim ichida o'tgan. Hozir shu ko'p ahvolda ishlatilmay turadi bir. Yoz kelib, sezoni keldidan endi. Qishda ishlatmaymiz. Bu sezonda mana yozda ochiladi-da bu. Yozda ijodiy ta'tillarni mana shu yerda o'tiramiz. Hozir tanishtiramiz, shu yerni uborka qilamiz birga. Вот. Yosh vaqtimdan где-то maktabda 6-7 klass vaqtimdan akam deraversin o'zim alohida xona tib beradi. Hech kim bidat etmaydi. Men shu yerda o'tiradi, bo'lmasam hech kim kirmasadi. O'zim shug'ullanardim mustaqil. Вот hozir kitoblar bilan tanishtiraman sizlarni. Yosh vaqtimizdan bu kitoblar qimmat kitoblar aslida. Katta ko'pchiligi va katta ko'pchiligi qimmatdan tashqari noyob kitoblar bor. O'zimni shaxsiy bibliotekamda. Chunki topib bo'lmaydi hozir ko'p yerdan. Qidirib izlab topib bo'lmaydi. O'n kitoblarim ham bor shaxsiy bibliotekamda. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz birgalikda. Xo'p, bu yerda mana ko'ryapsizlarmi? O'zbek tilining izohli lug'ati. Bu 5 tomda. Bundan oldingi varianti oldin 2 tomda chiqqan. Bu nechinchi yil edi shu? Adashmasam bosilib chiqqan yili hozir aytaman 2006-yil bu. Bir papetga chiqib qoldi o'zi. Hozir topish qiyin buni. 5 tomli lug'at. Keyin 2 tomlisi ham chiqdi. Oldin ham 2 tomladi. Shu 5 tomlisini mana 5 tomi ham bor. 1 2 3 4 5. O'sha paytda chiqqani zahoti olganmiz. Hamma so'zlar bor. Bu yerda jahon klassikasi bor. Dostoyevskiylar bor, o'z rus tillaridagi kitoblar, mana Tolstoy bor. Keyin turk adabiyotlari bor. Xo'p. Xullas kitob ko'p. Keyin endi men o'zim medik bo'lganimga meditsinaga oid kitoblar, astronomiya, вот bu yerda bular ham juda qimmat kitoblar. Bu ham rus adabiyotlariga oid. Kimniki ekan bular? Konstantin Simonov. Xo'p. Keyin bu yerda nima bor? Mahatma Gandhi bor. Anatomiyalar. O'zim chiqartirgan kitoblar ham bor. Men bular o'zim pul chiqarib qildirganman-da buni. Turk tilida ko'psi. Bu yerda yo'q. Internetdan sotib olib klassika Jinoyat va jazo. Dostoyevskiy bu dahshat asar. Xo'p. Bu meni teleskopim. Obyektivkalari mana. Xo'p. Bu yerda atlaslarim bor anatomiyadan. Вот. Zo'r atlas bu ham. Rasmlari nuqtai nazardan yaxshi berilgan. Lekin izohlarcha unaqa qoniqarli emas. O'zbek adabiyotida mana atlasda bitta kamchilik. Yangi atlas kerak bizaga. Bu yerda ham rus adabiyotlari. Endi bularni katta ko'pchiligini o'qib chiqqanman. Ko'pchilik savol beradi. Shularni hammasini o'qib chiqqanmiz. Endi 90% o'qib chiqqanmiz-da o'zimiz bibliotekamiz bo'lgandan keyin. Mana bu joyda kompyuterim turardi. Mana shu yerda kompyuterim, bu yerda ozgina MIDI klaviaturamiz bor. Bir nimalar chalardik, ijod qilardik. Bu yerda pianinamiz bor. Hozir buni artib olamiz. Endi chang bosib yotibdi. Bu yerda hamma joy to's to'polon. Birga uborka qilamiz hozir shuni.
eshitganmiz yaxshi voqealarni.